Viagrasiz, operatsiyasiz erektil disfunksiyani, jinsiy zaiflikni davolash mumkinmi? PRP tanani o'zi bilan tabiiy tiklanish. PRP nima va u qanday ishlaydi? PRP bu so'zlarni bosh harflardan tuzilgan harf birikmasi va uni sodda til bilan aytganda trombotitlarga boy bo'lgan plazma deb ataladi. Va bu plazma sizni tanangizda yallig'lanish bormi, chandiq bormi, qon aylanish buzilishi bormi, eskirgan, yaxshi ishlamayotgan hujayralar bormi? Bu hujayralarni, bu yallig'lanishni, bu qon aylanish buzilishini o'zi yengillaydi, boshqatdan obnovlение bo'ladi va bu plazma tarkibidagi trombotitlarni o'zingizni tanangizdan, ya'ni o'zingizni qon tomiringizdan olib, ajratib olib, yana shu o'zingizda bo'layotgan muammo bo'layotgan, misol uchun jinsiy zaiflik yoki kavernoz fibrozmi yoki Peyronie kasalligimi, shu kasalliklarda asosan jinsiy zaiflikda jinsiy olatni qon aylanishini, jinsiy olatni eskirgan hujayralarni yengillash maqsadida PRP terapiya amalga oshiriladi. PRP o'zi kimlarga tavsiya etiladi? Kimlarga bu mos, bu manipulyatsiya, bu muolaja? Odatda bu erektil disfunksiyani, ya'ni jinsiy zaiflikni yengil yoki o'rta tipida ketayotgan turi bo'lsa va 30-35 yoshdan katta bo'lgan insonlarga tavsiya beriladi. Chunki bu insonlarda hayot tarzini buzilishi, Viagra turg'izadigan dorini ko'p iste'mol qilib unga o'rganib qolishi yoki uyqu yaxshi bo'lmasligi yoki bitta joyda harakatni yo'qligi, bitta joyda ko'p o'tirishi, ofisda ishlaydigan insonlar uchun aloqa vaqtida olatni kichkinadek tuyulayotgan bo'lsa yoki aloqa vaqtida olatni qanaqadir bitta aloqadan ikkinchisida yumshoqroq bo'lib qolganini his qilayotgan insonlarga ko'rsatma hisoblanadi va shu insonlarga tavsiya beriladi. Bu PRP terapiyani bu insonlarga qilganda faqatgina ereksiya yaxshi bo'ladi deb o'ylamang. Aksincha, libido, ya'ni xohish yaxshilanishi, aloqani tugagandan keyin ikkinchi aloqaga bo'lgan xohish, olatni qo'zg'alishi tezroq tiklanadi bu manipulyatsiyadan keyin. Bu muolaja qanday amalga oshiriladi va qanchada natija olasiz? Muolaja oddiygina siz qabulga kelasiz. Shu muolajani birinchi etapida sizni qon tomiringizdan, qo'ling bilagingiz sohasida ichki qismidan, qon tomiridan uzog'i bilan 8 ml qon olinadi va bu qon maxsus probirkaga joylanadi. Maxsus probirkada bu qoningizni sentrifugada 15 minut aylantiriladi va sentrifugada qoningizni qismlarga bo'linib ajralib qolgan holatda uni plazmasi ajralib qoladi. O'sha plazmasi juda ham ingichka bo'lgan va og'riq bermaydigan shprits bilan, misol uchun bilasiz, insulin shpritsi bor, insulin qilinadigan shprits. O'sha ingichka ninali shprits bilan o'sha plazma ajratib olinadi. Bundan oldin jinsiy olatni atroflariga og'riq qoldiruvchi qo'yiladi. Ya'ni sizni jinsiy olatingiz shu ingichka ninani ham hatto sezmasin degan maqsadda og'riq qoldiruvchi qilib qo'yiladi mana bu yerdan. Va plazma shpritsga olinib, jinsiy olatni tanasiga inyeksiya qilib chiqiladi. Natijada bu ichidagi kavernoz tanalarga ukol qilib chiqilgani uchun jinsiy olatda bir hafta davomida sekin qon aylanish yaxshilanayotganini his qiladi. Ertalabki ereksiyalar paydo bo'la boshlaydi. Qattiqlashgan olatni qattiq turishi, shularni his qiladi. Qanchada natija olasiz desangiz, 3 yoki 6 haftada seans olishingiz mumkin. 3 haftalik yoki 6 haftalik. Natijani siz 3 ta seansdan keyin seza boshlaysiz. Hurmatli erkaklar, agar yuqorida aytib o'tgan muammolar, ya'ni ereksiyani biroz pasayishi, yaxshi turmasligi, libido xohishni pasayishi yoki bitta aloqadan keyin ikkinchi aloqada olatni susligini kuzatayotgan bo'lsangiz va o'zingizga PRP terapiyani ma'qul deb bilsangiz, marhamat, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Faqatgina birinchi 10 ta ro'yxatdan o'tgan insonga bu konsultatsiya bepul amalga oshishi mumkin va bu konsultatsiyada siz PRP bo'yicha sizni qiziqtirgan barcha savollarga javobni olasiz.